Bir xillikdan xorigan podpischilarimiz sizlar uchun eng zo'rlarini taqdim qilishda davom qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli Dadaxon brend podpischilari. Xudo xolasa, bugungi obzorimiz, bugungi yangiliklarimiz bir xillikdan xorigan mijozlarimiz uchun bo'ladi. Xudo xolasa, o'zgacha ranglarni aytganmiz, neobishniy ranglarni aytganmiz. Xudo xolasa, eldimiz Ramazon, ro'za oyi. Xudo xolasa, aynan shu oylada geshdan-gesh taraviha giyib borganda, вообще удобный bo'lib turadigan rasvetkalarini xudo xolasa obzor qilib tanishtirib o'tamiz. Narxlarini ham shiqqi narxda chiqarganmiz. Вообще zo'r narxlarda xudo xolasa. Videoni men oxirigacha ko'ramiz. Videoni boshlashdan oldin bir like bilan kommentariyada o'zingizni fikringizni yozib qoldirsangizlar bo'ladi. Qaranglar, birinchisi shuni cho'qqi rang oladi. Eldina plashovka bilan ishlangan bo'ladi. Tipa vitrovka hisobidan ham giysangiz bo'ladi. Geshdan-gech endi bu yon tarafga aytib o'tganimni ro'za Ramazon oyi. Aynan shu ro'za Ramazon oylarida cholur bilan ustini vitrovka hisobidan ham giysangiz bo'ladi. Eldi plashovka material bilan ishlangan bo'ladi. Razmerlariga keladigan bo'lsak, 52-razmerdan 58-razmergacha mavjud. 1 2, 3, 4 xilini sizlarga obzor qilib ko'rsatib o'tamiz. Birinchi hozir obzor qilib turgan narsamiz cho'qqi svet, ichlari shunday bo'ladi. Bemalol dostavka qilib ham oldirsangizlar bo'ladi, hurmatli obunachilarimiz. Trikosini qaranglar. Trikos ham o'zinikini svetda. Ko'pchilik so'radi. Povtor degan yangiliklarimiz bo'ladi, xudo xolasa. Bu hozir men sizlarga aytib turgan obzorimiz. Brend nomidan deysizlarmi? Big Life brendida ishlab chiqarilgan duvoka mahsulotimiz bo'ladi. Hozirda siz ko'rib turgan razmeringiz 54-razmer bo'ladi. Primerli 85 kilo bo'lsangiz, siz aynan razmeringiz sizning razmer bo'ladi. Shu ko'rib turgan duvoka mahsulotimiz. Xudo xolasa, razmerlari mavjud. Bemalol kelib turib, chiroyli zo'r narxda xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Narxi 500 ming so'mdan edi. Aytdim, turdanim podpischilarimiz uchun bir ozgina chegirma hisobida bir arzonlashtirib beraylik degan maqsadda sizlar uchun aynan shu ko'rib turgan duvoka mahsulotlarni hammasini bayram munosabati bilan, ya'ni ro'za Ramazon oyi munosabati bilan 360 ming so'mdan qo'yib beramiz, xudo xolasa. 360 ming so'mdan shu ko'rib turgan duvoka mahsulotlarni xarid qilsangizlar bo'ladi. Narxi 500 ming so'mlik duvokalar. Sizlar uchun обязательно 360 ming so'mdan qilib beramiz. Bitta yeri 360 ming so'm. Dostavka xizmatlarimizga keladigan bo'lsak, dostavka xizmatlarimiz ham mavjud. 12 viloyat ham bor. Bemalol viloyatdan ko'rib turgan bo'lsangiz ham pastda telefon nomeri yozib qo'yibmiz. Shu telefon nomeri Telegramda yozsangizlar ham bo'ladi, yoki bo'lmasa telefon qilsangizlar ham bo'ladi. Hozir syomkamiz bozor kuni aytilib turibdi. Ya'ni ertaga ham dostavka xizmatlarimiz ishlaydi, birinchi kuni. Magazinimiz ham ochiq bo'ladi, lekin telefonlasangizlar nur ustidan nur bo'lar edi. Sababi birinchi kun do'konimiz ba'zi bir sabablarga ko'ra soat 10 dan 2 gacha yoki bo'lmasa 3 gacha ochiq turishi mumkin. O'zi biz bilasizlar, katta ko'pchilik biladi. Rasentr bozor birinchi kun sanitarniy degan ishlamaydi. Lekin bizning do'konimiz ish faoliyatida bo'ladi. Ya'ni yangilik tovarlarimiz keladi, undan tashqari do'konni taxlashtirish ishlari olib boriladi. Keyin qaranglar, bu rangga qaranglar. Vashing cho'tki ranglardan biri bordoy svet. Bu narsani svetni nozam ishqi bozori dim ko'p, dim jonli. Sababi уже bu yil yana trendga chiqqan ranglaridan biri. Temniy bordoy bilan ochiq bordoy kombinirованный qilib ishlangan rasvetkasi bo'ladi. Qaranglar, vashing zo'r, go'zal chiqqan rasvetkalarimizdan biri. Trikosi temniy siniy bo'ladi, qora emas, temniy siniy. Pastvit qilish maqsadida. Endi bordoy bilan bordoy ishlansam, uncha yarashmaydi turadi. Shuning uchun ham temniy siniy ishlangan varianti bo'ladi. Bu narsani ko'p ta'riflab o'tirishim shart emas, sababi bu narsani klientlari o'ta ko'p, shu darajada ko'p. Xudo xolasa, bu modelimizdan keldi. Bemalol kelib turib, bizning magazinimizdan 360 ming so'mdan xarid qilsangizlar bo'ladi. Keyin qaranglar, biranga qaranglar. Buni men xorazmchasini topolmadim, nechta ranglar ekanligini. Shuning uchun inglizcha nomini aytaman sizlarga. Hozir Venge deb yozilib turibdi. Endi lekin bizani o'zi xorazmcha shevaga tortadigan bo'lsak, bolotoviy rang, xakki rang deb aytadilar katta ko'pchilik mijozlarimiz. Bolotoviy xakki rang deb aytadilar bu narsalarimizni. Tipa yashilga ham o'xshab ketadi desak bo'laydi, xakki yashil. Почти ikkisini rangi bir xil, lekin biri ochiqroq, biri temniyroqni. Sizlarga yanada nima desam bo'ladi? Bildirish uchun rangidan sababi.
Aynan bahor mavsumida vobshem yetib qoladigan rasvetchalaridan biri bo'ladi, xudo xolasa. Trikos ham o'zinikini svetda ishlangan. Trikos ham o'zinikini svetda. Qolipi regular qolipda olingan. Bu narsani tikuvchilarimiz biladi. Endi baribir aramizda erkaklarning kiyimi bilan shug'ullanadigan tikuvchilarimiz ham ko'p. Aynan Toshkentdan, Surxondaryodan ko'rib turgan og'alarimiz bor, o'zi tikuvchi og'alarimiz bor. U narsani tushuntirib o'tirishim shart emas. Sababi o'sha narsani rasmda ko'rsa, videoda ko'rsa bo'ldi. O'zlari farqlab, o'zlari bilib olaveradi. Shundan ham bilganlar uchun yana bir marta, bilmaganlar uchun eslatma, qolipi regular variantda olingan. Ya'ni sal bitta elroq bo'lib turadi. Uskirak Sportini dvoyka mahsulotlarimizga qaraganda. Keyin qaranglar, bir rangga qaranglar endi. Ochiq bejuviy rang. Yetib qoladigan rasvetkalaridan shunday endi plashovkali variant bo'ladi. Qo'llari xibishli. Xudo xolasa, namoz o'qigan vaqtingizdan ham o'zi namoz o'qiganda cholurni tortib o'tirish mumkin emas-ku. Bilasizlar, u narsani o'zi shunday savol-javoblari bor. Aynan shu nodisam bo'ladi. Namoz o'qiganingizdan ham to'g'ri tortmin o'tirib ruku sajda qilsangiz ham bo'ladi bu narsalarni. Qaranglar, trikos ham temniy svetda ishlangan bo'ladi. Dizaysiz chiqib oqarib qoladigan narsalardan emas. Endi shu vaqtgacha avvalambor xudo, shu vaqtgacha men giyma garantiya berib sotmaganman-ku-da, lekin o'zi bergan klientlarimiz, bizdan sotib olgan klientlar dim yaxshi bilib turibdi, narsani nechik sifatli ekanligini. Xudo xolasa, Tommy Hilfigerdan bo'ladi bu. Ko'rib turgan rangingiz ochiq svetda. Xullas, men hozir obzor etib o'tgan 4 xil rasvetkadagi dvoykalarimizni hammasini 360 ming so'mdan xarid qilsangizlar bo'ladi. Razmerni yana bir marta aytib o'taman. 52-razmerdan 58-razmergacha bemalol to'g'ri keladi. Eng kichkinasi 60-65 kilodan boshlanadi va eng kattasi 100 kilodan sal bitta ziyodroq odamimizga to'g'ri keladi. Endi 110-120 demayin, aldab lutsi sizlar to'g'risini ayting, 100 kilodan sal bitta ziyodroq klientlarimizga bemalol to'g'ri keladi. Ya'ni sababi 58 gacha chiqadi, 4XLgacha. XL razmerdan 4XLgacha chiqadi. Xudo xolasa, hammangizni magazinimizda kutib qolamiz. Adres bo'yicha yana bir xato tushuntirib o'taman. Adresimiz Urganch Rasenter buyum bozori, 3-qator, 136-magazina. Xudo xolasa kelaverasizlar. Shaxsan o'zim shuda sizlarning xizmatingizdaman, xudo xolasa. Hammangizni magazinimizda kutib qolamiz. Agar yo'q, men sal bitta yoshroq bo'lmasa, giyob olaman, yo'q o'zimni farzandimni sotib olaman desangiz, qaranglar, klassik dvoykalarimizdan ham povtor buyum yana keldi. Xudo xolasa, sizlar uchun oldingizda genimdan ketgani tez olgan modellarimiz bo'ladi. Xolasangiz farzandlaringiz uchun, yosh og'a-ukalarimiz uchun ham boshqacha neobishli narsalarimizdan ham mavjud, xudo xolasa. Hammangizni magazinimizda kutib qolamiz, kelaverasizlar. Sizlar uchun eng zo'rlarini eng arzon narxlarda taqdim qilishda davom qilamiz. Sog' salomat bo'lasizlar. Sizlar bilan Kamina Dadaxon bo'ldi.